Tayyormisizlar? Kamidinglar? UFC sir bolalar, UFC sirligicha qoladi. UFC'ni berkitib qo'yganman. Boshidan aytayapman. Bu sezon birinchi o'rinimizniki UFC'ni berkitib qo'yganimiz sababli dushmanlar, raqiblar bizga qarab turib bilib olmasin degan holatda berkitib qo'yganmiz. Oxirida qancha UFC sarf qilganimizni albatta aytamiz. Ozgina tabrikli bo'lasiz degan umiddaman. Demak, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'tirib bugun yap-yangi, ajoyib va qiziqarli O'zbekistonni RP bo'yicha birinchi o'ringa olib chiqadigan video bilan siz aziz obunachilarni shundoqqina qarshiladaman do'stlar. Bugun do'stlar, sizlar bilan biz birgalashib, sizlar bilan biz RP fullangan videomiz shundoq ham ko'rgansizlar bilaman va biz do'stlar ushbu Royal Pass'imizni fullashib boshlaymiz do'stlar va Royal Pass'da o'zbeklarniki birinchi o'rin. Bu sezon bizniki birinchi o'rin. Xullas do'stlar, bunaqa katta UFC'ga birinchi marta o'zim ham bunaqa katta RP'ga, UFC'ga har baloga xullas birinchi marta guvohiga aylangan bo'laman do'stlar. Men hammasini olib qo'yishim kerak birinchi o'rinda. Hozir sizlar bilan biz kech-kecha zerikmagan holatda 1 million UFC'ga RP'ni o'zini ochamiz do'stlar. Faqatgina 1 million UFC'ga faqatgina RP ko'taramiz do'stlar. Hamma tayyormi? Like bosdinglarmi? Obuna bo'ldinglarmi? Bir kontrol qilamiz do'stlar. Chunki 200 ga ozgina qoldik do'stlar. Kinyazdan ham akkauntini hattoki so'rabman oldim. Bilaman Kinyazning ham akkauntiga ko'pchiliklar obunasizlar va do'stlar bugun o'sha kun do'stlar. Bugun biz qandoqmiz? Biz qandoqmiz do'stlar? Biz o'shandoqmiz. Hali ham o'shandoqmiz. Aytgancha do'stlar, bunikini yoz odatda olmasdi, lekin men olaman buni ham. Bundan 10 tasini olaman birinchi o'rinda. Bu hali boshlanishi bor. 10 ming UFC bizga hech qachon zarar qilmaydi, aslo. Shoirlar bor o'z yurtim butun olam aroatiga aytana. Ular she'ri ushdi ko'p yiroq. Balla xullas erkanam ketmaylik bo'ldi. Olamiz, hammasini olamiz bola, hammasini olamiz. Hozir Royal Pass'da birinchi o'ringa chiqamiz va Xudo xolasa do'stlar, bu sezon Royal Pass o'zbeklarniki, Kinyazniki va hammamizniki do'stlar. Albatta biz qandoqmiz, chunki biz bundoqmiz do'stlar. Bugun sizlar maksimalni poddeshkada bo'lasizlar. Kinyazga va menga albatta hamkorligimiz davomiy bo'lsin, bardavom bo'lsin desanglar bolalar. Sizlar maksimalni poddeshka qilsanglar, RP'ni buni ham olib qo'yaman. Hozir RP ko'tarishni boshlayman bolalar va qayoqdan ko'tarardi? Esimdan chiqib. Bolalar. Tayyormisizlar? Ketdi do'stlar. Bu sezon o'zbeklar Royal Pass'ni ko'tarar ekan, do'stlar, boshqalar damini olsin. O'zbeklarniki bu sezon. Oxirigacha kurash bo'ladi va bu sezon Xudo xolasa do'stlar, top 1 birinchi o'rin titulini mana shu Kinyaz akkauntiga olamiz va hech kimga bermaymiz albatta do'stlar. Esingizdan chiqmasin. Hozirdan like va obunalarni bosib qo'yinglar. RPdagi hamma narsani ochamiz do'stlar. Undan oldin men RPni birinchi o'ringa bir olib chiqib olay. 1 million UFC'ga olib chiqamiz bolalar biz buni. Xotirjam bo'lasizlar, xavotirga qilmaysizlar. Qancha UFC borligini berkitib qo'yganim sababi qolgan arablar yo boshqalar qo'rqsin bizdan. Qo'rqishiga arziydigan darajada UFC bor, lekin ular qo'rqsin bizdan, chunki biz bu sezon Royal Pass'ni birinchi o'rinini hech kimga berish niyatimiz aslo yo'q do'stlar. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin do'stlar. Xo'p, obunalar bo'lib tashlaysizlar. Qaroch qancha UFC bor deganlar, mana shu tepadagi UFC turibdi, mana shu. Sizlar har bitta obunanglar biz uchun UFC bolalar. Qani? Druziyada birinchi o'ringa chiqdik. Общий reytingda 4-o'rindamiz, lekin biz buni birga olib chiqamiz hozir. Biz hozir buni birinchi o'ringa olib chiqamiz bolalar. Buni birinchi o'ringa olib chiqamiz va 1 million UFC'ga olib chiqamiz. Anu arab ko'rib hurmat qilsin. 400 ming UFC'ga ochibdi o'zicha. Kechgacha och, ukam, kechgacha och. Bizdagi bor bu UFC bilan bor-ku, Arabiston, Dubayni sotib olamiz, onasini, Dubayni. Bolalar. Biz bu sezon aniq olamiz, Xudo xohlasa deylik. Oxirida kimdir nomardlik qilib she'r tasha olmasa, TikTok'dagi o'xshab biz aniq buni olamiz. O'shaning uchun bolalar, maksimalni sizlar poddeshkada bo'lasizlar degan umiddaman. UFC'miz yetarlicha inshaalloh olishga, hammasini olishga yetadi va biz uni to'xtamasdan ko'rib turganlardek RPni birinchi o'ringa olib chiqish, o'zbeklarni ko'tarish bolalar. Ko'pchilik aytishadi, jurtdir, bunga unaqa berdi, bunga bunaqa berdi, RP shunchasini ko'tardi, boshqa qildi. Bolalar, bitta gap. Agar Kinyaz shu ishlarni qilmaganida, siz bilan biz Kinyazni tanimagan bo'lardik.
Dunyo tanimagan bo'lardi. Global o'zbeklarni tanimagan bo'lardi. Arduzai o'zbeklarni tanimagan bo'lardi. Harsh manga kelib reklama so'ramagan bo'lardi. Ya'ni do'stlar, hammasi bekorga qildi emas, do'stlar. Buni hammasini tagida katta maqsad bor. Albatta do'stlar, xudo xolasa, mana Abdulaziz Monarx keldi, knyaz ukasi. Nima gap? Abdulaziz ko'rinmaysiz, aktiv emassiz. Shukurlarda cho'ta. Cho'ta yaxshi emas cho'ta. Menimcha hozir 400 ming UFC bilan birinchi o'ringa chiqamiz, bolalar. Hozir 400 ming UFC bilan birinchi o'ringa chiqamiz. Birinchi o'ringa chiqqanimizda men yana bitta ko'rsataman. Hozir 1 million UFC ga ko'taramiz, duxini olamiz bularni. Bularni duxini olamiz. Agar duxini bermaydigani bo'lsa, yana duxini olishga yetarli UFC'miz bor. Agar duxini bermasa, ishoninglar, menga yana duxini olishga yetarli UFC'miz bor. Olla, xudo xolasa biz bu sezon birinchi o'rinni olamiz deb Knyaz miyaga qo'ydi. O'tgan sezon kurashdi. O'tgan sezon iltimoslarga binoan to'xtatdi, lekin streamda men o'sha ko'tarib o'tiribman. O'tgan sezon balla buni biz ko'tara olmagandik. Bu sezon o'tgan sezon olgandik, lekin birinchi o'rinni ola olmagandik. Bu sezon hech kimga bermaymiz bolalar. Sezon o'zbeklarniki. Like bosinglar bolalar. Go 1200 kishimiz like'larni bosinglar. Hozir birinchi o'ringa chiqishimizga necha qoldi? Necha ochko qoldik? 100 ni ketishini qaranglar. Ikkinchi o'rinda ekanmiz. Ikkinchi o'rin. Bu ham ko'taryapti. Bu ham ko'taryapti. Yaxshi. Ko'tar bro. Ko'tar. 500 ming qildi. Biz 1 million qilamiz hozir. Arab o'zicha ko'taryapti. Arab chiqyapti bitta. Bu arab kim bu arab? Bu arab kim bu? Qayerdan chiqdi bu? Planda yo'q arablar, qayerdan chiqyapti bular? Planda yo'q arablar, planda yo'q edi bu. Lekin arab bo'lsa problema. Biz to'xtamaymiz biz to'xtamaymiz biz. Qancha UFC'miz borligini ham bilmaydi bular hattoki. Vallahi biz bu sezon Real Pass bermaymiz dedikmi, bermaymiz vallahi. Ertalabdan kechgacha mashina qilib o'tirishga yetadigan UFC'miz bor, rostdan bor. Arablarning bir sezonini arablar ham menimcha olmoqchi. Bizga qiyin bo'ladiganga o'xshaydi cho'ta bolalar. Cho'ta bolalar Dubay shayxlari ham kurashga tushdi-yu cho'ta bolalar. Bittasi ko'rdinglar 500 ming riyal. Hozir men 1 million qilaman, u yana ko'taradi. U aniq. Shuning uchun oxirini kutish kerak bolalar, oxirini kutish kerak. Lekin ko'radi odamlar, "Wow" deydi. Arablar bilan tortishadigan darajaga o'zbeklar yetib ketdi-yu deydi. Hammasi ko'rib hurmat qiladi bolalar, ishoninglar, hurmat qilib oladi, vaqti hurmat qiladi. UFC ko'rsata olmaymiz bolalar. UFC ko'rsatish sir bolalar, dushmanlar bilib qolsizlar. Bizga do'stmisizlar, haqiqiy do'stmisizlar. Arablar albatta qidirib topib kiradi. Knyaz kanali, Ultrani kanali, baribir Knyaz desa meni kanalim ham chiqadi. Kiradi streamga, necha UFC borligini ko'rsa, o'sha UFC ga qarab harakat qiladi-yu ular. Biz bunga imkoniyat bermoqchi emasmiz. Biz UFC ni berkitib qo'yganimiz sababi ham bor. Biz UFC ni berkitib qo'yganimiz sababi biz ularga imkoniyat bermoqchi emasmiz do'stlar. To'g'risi gapda bola, nima keragi bor? Biz ularga imkoniyat berib, ularga mayli yetib olsin deb Arab ham ko'taryapti qiziq. Qani ko'raychi. Birinchi o'ringa biz chiqib oldik. Arab 500 ming bosdi, biz 600 ming bosdik, lekin dalshi 1 milliongacha bosib qo'yaman. Chunki bir ko'rganda desim bo'ldi. Bizga shu yetadi.